Yetim muhabbet 16. qism 2. bölüm Aşkarlangan sır 5. qism Kilara'nın davatkan geplerinin bir sigim işengim kelmeydi. İşinişten korkattım. Bu geplerinin davamını anlaşını xalamaydı. Ama ben anlaşını muxalımıgan bu işlerini Kilara baştan geçirgen dursa, onunla içim mu ağırdı. Bırak, yanıla mening nurgun gumanlarım var. Kilara bana ma'nisini belgili bo'lmaydigan bir xil nazarda qarab qo'yib, gapini davom qildi. Bizning bu mahallada Fazıl Şapaq deb ataladigan, boyiga yetgan qizlarning hammasiga chachirab boqadigan, qo'lidan har bala qiza keladigan, birasining narsasi ko'ziga chiroyliq yoki pulliq ko'rinib qolsa, o'g'irlab setib etadigan. Hech kim uning bu eski ishlarini oshkorlayolmaydigan birisi bor edi. U bu mahallaning lükchiga atiladi. Dadamning onunğa qandaqlacha qarz bo'lib qolganligini bilmaydik. Ammo bir necha qatim uyimizga kelib, narsalarni urib chiqib, qarz suylagan edi. Bu sababli opamning kasali texmi ig'irlab ketgan bo'lib, u necha qatim uyimizga kelib, tahdid musagan edi. Bir kuni men aldirab uy tarafga ketib olsam, tuyuqsiz yon tarafdagi ko'chadan birisi mening oldimni to'sdi. Oy, Zöhre, nega mağdınız? Mening pullarimni qaytarg'ili pul yo'q. To'g'ri ağılı, ajab pul chiqib qopti. Biz amalini qilyapmiz. Pulingni cho'qim qaytarib beramiz. Saqlab tur. Saqlay desam, taqtim taq bo'lib ketdi. Sizning mushu zilva badallaringizni, buloqda xumaliq ko'zlaringizni ko'rsamla, qarzni unutib ketaman jinam. Men bilan to'y qiling bo'lmasa. Bütün qarzinglar menga hisob. O'zim to'layman. Alingizdanmi yaxshi xabar olaman qo'za. Ko'zimdan yo'qol. Dedim-ku, qarzlaringni cho'qim qaytarib beramiz. Qaytarib beramiz? Nima bilan qaytarib berasan? Anglab tur. Sen o Zulfiqar degan haramzadini 10 yil saqlasangmi, o sana aşmaydi bildingmi? Çünkü onun atrafida chiroyli qizlarning ko'pligida seni saqlashim mumkin emas. Agar opangning yurak kesili tutib o'lmasin desang, mening pullarimni tezdan qaytarish, bilingmi? U ablahning qo'rqinchli chiroyi ko'z oldimga kelib olib, men bir kecha uxlayolmadim. Hatto o'zimning qilayotgan xiyollarimdan tinim shirkinib ketdi. Biroq hozir bizning qarz to'ligidek emas. Opamga doğru og'idekmi pulimiz qolmagan edi. Tong etib, ko'zim uyquga berishiga eshik qattiq chekildi. Fazıl Şapaq bir muncha lükchiklarni agashtirib, yana qarz suylab kelgan edi. Men chiqsam, opam uningdan yana ozroq vaqt berishini o'tinib yig'lab etibdi. U meni ko'rib, men shahvani birni qarab etgandan keyin menga qarab, "Atigacha nadim bo'lmasin, pullarni berishimizni" deb chiqib ketdi. Uning ketishiga opam o'shidan ketib yerga yiqildi. Biz ocham bilan opamni doktorxonaga olib kelganda, opamning mengisiga qon tushib ketish ehtimolligining yuqori ekanligini, ham yurak kasali borligini, necha kun jiddiy kuzatadiganligini, bizning tezdan rasmiyat o'tishimizni dedi. Rasmiyat o'tish deganning o'zi pul topshirish deganlik emasmi? Ammo bizda unchalik pul nemish qilsin. Biroq opamni davolatmasaqmi bo'lmaydigan tursa. Men shu vaqtda ko'nglimda darhol Fazıl Şapaqni o'yladim. Uning talabiga qo'shilib turib, ozroq qarz olib opam saqayganda, andin bir amal qilib qarz qaytarib, gapimdan yana bilishni o'yladim. Buningdan boshqa amalim yo'q deb o'ylaydim.
Shu xiyol bilan men achamga, opamga qarab turishni, uyda bir narsamni unutib qolganligimni deb, mahalla tarafga qarab yugurdim. Xeyli kesh bo'lib qolganligi uchun qo'rqimni kepla turadi. Qattiq yomg'ir yig'ayotganligi uchunmikin, texmi tizminishimga to'g'ri keladi. Fazil Shapaq mahallaning kirish tarafidagi eshikning oldida bir qancha bola bilan turibdi. U meni ko'rib, darhol men tarafga keldi. Butun badanim lag'ildab titrab turibdi. Chunki ko'nglimda faqat mushu bir qatim sinab beqish niyatimni bor edi. U men tarafga qarab, sati jarig'ini keldi. Shahvoniy ko'zlari bilan butun badanimga qarab chiqdi. Ham menga qarab sati jarab turdi. Voy, gap qapsizg'o go'zalim. Men degan gaplar qo'lingizdan o'tgan o'xshamamda. Yo'q, undaq emas. Mening sana deydigan azroq gapim bor shu. Shundaqmi? Men yomg'irda turib, o'lib ketdim. Undaqda iskilatga kirib deyishmaylimi? Men uning bu gapida bir narsani his qilgandek tinim shirkinib ketdi. Ammo yana o'zimga bo'lgan ishonchimga asosan uning kaynidan mangdim. Qo'zam, endi gap qiling. Siz uchun men har qanday ishga tayyor, bilasizmi? Fazil, sana mening deydigan muhim bir o'tinishim bor edi. Qaysi kuni degan gaplarni men yaxshi o'ylashdim. Hozir opam doktorxonada davolash puli topshirishim kerak. Biroq bizning oilada to'ligidek pul yo'q. Shunga men sen bilan to'y qilishga qo'shilaman. Ammo to'ydan burun chuqib, opam doktorxonadan chiqishi kerak. Ham dadamning qarz bo'lgan ishlarini surishtirmasligim kerak. Qo'shilamsan? Voy, omuqon. Siz uchun jinim pidago menam. Men sizning hamma gapingizga qo'shilaman. Qanchalik olaman desangiz, shunchalik pul elang. Pul degan eshib-tishib turibdi. Biroq to'yni keyin qilsaqmi, meni asraq rozi qilishingiz kerakmi, qandaq, O'ylashdingizmi, go'zalim? Qashmang, go'zalim, qashmang. To'xtang. Undaq qilma. Voy. Undaq qilma. Fazil, undaq qilma. Qo'zam, bo'ldi qiling. Ablah. Undaq qilma. Nimani joyli qilsang? Bo'ldi. Seni sasiq pullarimni menga lozim yo'q. Bu yoqqa kelar. Seni Meni qo'yib deyman. Undaq joyli qilmang, jinim. Ammo bir kun yuz bergan ishlar tursa, menga bunchiqib ketsiz, Keling, o'muqam. Keling. Undaq qilma. O'tinib qolay, undaq qilma. Qo'lini tart. O, iflos. Açsınız ishkinglar emrah bo'lay debsizlar-da. Acha, sen qandoq bo'p? Qani bu yoqqa kela. Sening kayningmi yaxshi bo'pti mana. Tez qoch. Tez opamning yoniga bor. Kelar, tez qoch. Voy, to'xta. Tez qoch deyman. Nega borsan? Sen to'xta. Sen bu yerda qolsan. Kelar, tez qochsan lan. So'lan ketsa, ochsi bor. Fazil Shapaq achamning qo'lini chingli tutib oldi. Acam o'rindiq bilan uning beshini yervatgan bo'lsa-mu, ammo u niyatidan voz kechmagan edi. Men bek qo'rqib ketgachkimikin tam bor kuchim bilan qochdim. Opamning yoniga, doktorxonaga qarab yugurdim. Ammo xeyli uzun yugurib, kallamga u joyda achamning yolg'iz qolganligi keldi. Men endi chiqargan qarorimning ne qadar xato ekanligini his qilib yetgan edim. Achamni bir bo'rining qo'lida yolg'iz tashlab qo'yib ketgan edi. Uni qutqizishim kerak. Uni men chuqur qutqizishim kerak. Shu xiyol bilan yana keynimga qarab yugurdim.
Acam meni qaşdısıl qaşqınımga şu qadar pushaymon qildi. O degan mening bir dona qerindishim tursa. Men iskilatga kelsam, acam hushsiz yotadi. Puzzle shapaqmi yo'q turadi. Acamning butun kiyimlari yirtiq turadi. Onun yanida qo'yilgan 10 ming yuandek pul turadi. Acamga qarab, faqat o'zimni tutolmadim. Aca, gözünü aca. Aca, beni korkutma bulandı. Gözünü aca. Beni geçir aca. Gözünü aca ödünüp kalay. Senden ödünüp kalay. Aca. Bo'ldi, yig'lama. Bugun yuz bergan ishlarni hech kimga deyman. Bu pullarni elib, opamning davolash pulini to'lab. Men uyga o'zim qaytib ketaman. Bu ishimizning o'ttirisida bir maxfiyatlik bo'lib qolsin. Menga va'da ber, hech kimga deyman, bildingmi? Men o'zimdan chiqargan bu xato qarorimning badalini acamning to'lishini faqatla o'ylab baxmagan edim. Bilamsiz, Zulfiqar, qattiq pushaymon qildim. Qo'limdagi shu maynab pulni ko'tarib ketaverdim. O'zimning hech nimaga yaramaydigan bir odam ekanligimni bildim. Uzun o'tmay opam saqiyib doktorxonadan chiqdi. Men shu ishdan keyin acamning chiroyiga tikilib qarayolmadim. Acam menga ortiq gap qilmadi. Biz muhim ish bo'lmasa, bir-birimiz bilan paranglashmasli bo'lib ketdik. Shundaq kunlarning birida bu joyni chiqib o'zgartish kelib, chaqqan uyimizning o'rniga bizga nurg'un pul berdi. Bu pullar dadamning qandaqdir biz bilmaydigan qarzlarini qaytarib qilishimizga yetib ashadi. Dadamning qarzlarini qaytarib qolgan ozg'ina pul bilan kichikli bir uy ijara elib o'tirdik. Ammo 18 yoshga kirgan bu vaqtimda ko'rgan kunlarim haqiqatan oz bo'lmadi. Mening kunlarimga qaraganda acamning ko'rgan kunlari texmi ig'ir edi. Ammo uning mushundaq bo'lib qilishiga men sababchi tursam. Asli ayni vaqtda acam menga bir amallarni qilib ishlab, pul tepib, Fazil Shapaqning qarzini qaytaradiganligini aytgan edi. Men uning gapini anglamay o'z beshimchilik qilganim uchun acamga mana mushundaq mangu o'rnini to'ldirg'ili bo'lmaydigan qarz bo'ldi. Endi men acamga hayotimni bersam, mangu o'rnini to'ldirib bo'lmayman. Acam ikkimiz kichikina bir do'konda ishladik. Opamning ko'zi tig' saqaymagan bo'lg'ashqa, men ishlasam, acam opamga qaraydi. Acam ishlagan vaqtda men qaraydim. Men oliy maktabda davomli o'qishdan voz kechdim. Shundaq kunlarning birida hozirgi dadam bizning ijara uyimizga keldi-da, opam bilan xeyli uzun paranglashdi. Men opamdan keyin anglasam, u opamning burunqi yigiti bo'lib, ikkisi visoliga yetolmagan oshiq-mashhuqlar ekan. Ayni vaqtda cho'ng dadam bilan cho'ng opamlar ularni maskanmaydi deb to'y qilishiga qo'shilmabdi ekan. Cho'ng dadam bilan cho'ng opamni o'zimizning dadasiga yotliq qilg'ashqa, bu necha yillarda u tirishib pul tepib boy bo'ldi. Ammo opamning ig'ir kunda qolganligini anglab, bizni yo'qlab kelgan ekan.
Bu bir necha yilda u tirishib pul tepibdi. Ammo qiziq yeri shuki, u opamga bo'lgan muhabbatini unutolmay, yillardan beri to'y qilmay ketdi. Amdilikda opamning ig'ir kunda qolganligini anglab, bizni yo'qlab kelgan ekan. Agar opam baxtli bo'lgan bo'lsa, u o'zining opamni mangu izlamaydiganligini, ammo hozir opamning to'limi yomon kunda qolganligini, ocham ishkimizga dada bo'lishni xohlaydiganligini, ocham ishkimizni o'zining bolasidek boqadiganligini aytdi. Opam ocham ishkimizning o'qishsiz qolganligimizni hamda to'limi jafoda qolganligimizni ko'zda tutib, bizning yaxshi kun ko'rishimiz uchun atiq o'ylanmayli qo'shildi. Dadammi deganidek bizga yaxshi muomala qiladi. Opamning ko'zini davolatish uchun dadam xeyli kuch chiqardi. Ocham ikkimizni eng yaxshi oliy maktabda o'qitdi. Biroq ocham maktabda yaxshi o'qimay, dadam bilan to'la jidallashgachga, dadam uni bir necha qatim urgan edi. Buning uchun oilamizda xeyli jidallarmi bo'ldi. Bir kuni sizning yozgan xatingizni ocham ko'rib qoldi. Asli men sizga bu ishlarni demoqchi, yangi adresimni deb bermoqchi edim. Biroq u ko'rib qilib, chiroyi o'zgarib ketgachga, men jiddiylashib ketdim. Sen nomus qilmay, dadamning qotilning o'g'li bilan texicha muhabbatlashyapsan. Mening mushundaq bo'lib qolishimga uning oilasi sababchi. Buni unutib qolmagansan. Endi uning bilan paranglashmaysan. Bildingmi? Esingda bordu. Meningla emas. Opamning bu holga kelishiga uning ota-onasi sababchi. Ular degan bizning dushmanimiz. Esingda chang tut. O shundaq deb men yozgan xatni yirtib tashlaverdi. Dadam bilan opam maslahatlashib, bizning asli ismimizni Filora bilan Kiloraga almashtiribdi. Bu muachamning burunqi nomiga dog' tekkan ishlarni yepish uchun edi. Dadam bu yerdagi shirkatini ishkirga yo'tkab, bizni mobilga olib ketdi. Biroq u yerga berib uzun o'tmay, ochamning oilasi bor bir er bilan ish chiqib qilib, ayoli shirkatga kelib, dadamning yuzini tushirganligi uchun dadam yana mush yerga qaytib keldi. Bu vaqtda opamni davolatib ko'rib, ko'zi saqaygan edi. Keyin ocham qandoq aniqladigan tam dadamning ayni vaqtdagi ishlarni surishtirib, shirkatdan yo'tkelgan pullarning hammasini sizning dadangizning yo'tkiganligini, keyin dadangizning nomidagi qarzlarning hammasining tuyuqsizli dadamning nomiga yo'tkilib qolganligini isboti bilan tepib chiqibdi. Bularni bilgan kundan boshlab ocham sizlarning oiladan o'ch oladiganligini, shunglashqa mening siz bilan davomli aloqalashmasligim kerakligini aytdi. Men nima deyalaydim? Chunki oilamiz bo'yicha bu ishlar uchun eng ko'p badal to'lagani yanada ocham tursa. Asli ayni vaqtda ocham o'tirg'i chiqmagan bo'lsa, uning o'rnidagi odam men bo'lgan bo'lardi. Shundoq bo'lgan bo'lsa, bu ishlar bunchami murakkablashib ketmaydi. Mana endi men ochamga nima deyalayman? Ochamga sening qilganlaring xato. Ular nima qilsa mayli. Hamma ishlar o'tib ketdi. Biz o'chamaymiz. Biz mushundoq azob tortishga loyiq. Bu degan bizning taqdirimiz demdi. Bo'ldi Kilara, o'zingizni besib oling. Yig'lama. Ams keyinchi qanaq bo'ldi? Keyin yuz bergan ishlarni deb berishni xohlamsiz? Keyin siz qaytib keldingiz. Men sizning qaytib kelganligingizni anglab, siz o'tadigan yo'lda sizni bir ko'rib olish uchun saqlab turdim. Lekin qiz bola cho'ng bo'zi o'zgaraydi degan gap rost o'xshaydi. Siz meni tanimadingiz. Men bu tunishlik berishga petinammadim.
Yetim muhabbet 17. qism. 2. bölüm. Aşkarlanğan sır. 6. qism. Hayat qaysi bir odamdan eng qiyin savollar orqali javob ib boqmagan. Taqdir qaysi birimizning beshiga bo'ron chaqmoqlik kunlarni ipkanmagan. Biroq hayronman. Yaxshi kishilar nimishqa buncha ko'p badal to'laydi? Nimishqa buncha ko'p ovochliqqa qoladi? Dunyoda qo'y terisiga o'rnib olgan bo'ridek odamlar zodi qanchalik? Hayotda biz nimishqa buncha ko'p yolg'onchiliklarning guvohchisi bo'ladigan turib, haqiqat tarafda tura olmaymiz. Acaba taqdir yaxshilarni eng eski, eng rahimsiz holatda ko'migicha bo'ldi qilmamdi. Kilaraning o'ychan ko'zlari endi g'azabli tikilishlarga o'zgargan edi. Men uningga chin quchoqlab turib tasalli berishni, uningdan chin yuragimdan kechirim so'rashni o'yladim. Biroq men ojizlik qildim. Ham xijil bo'ldim. O'zimdan nomus qilib ketdim. O yana gapini davomlashtirdi. Sizning qaytib keladiganligingizni anglab, shunchalik hayajonlandim. İçimde nijotlik yulduzimni ko'radigan bo'ldim deb taqassoliq bilan kutdim. Chunki ko'nglimda siz qaytib kelsingizlar, beshimga kelgan har bir qiyinchilikni yengillaydigandek his qilardim. Ammo taqdir odamning ra'yiga boqmaydi-ki. Sizning qaytib keladiganligingizni ocham bilib qoldi. O şu günden başlap menden siz doğrusida savol so'rashga boshladi. Men bundan to'liq hayron qoldim. Chunki achamning yomon bir plan tuzayotganligi menga ayon edi. Ammo bir kun acham menga Zulfiqar kelsa, sen ko'rishmaysan. Uning bilan men paranglashim. Uning bilan ko'rishib qilishingga ruxsat yo'q. Biroq acha bunday qilsang bo'lmaydi. Sen qandoqsiga bunday o'yga kelib qolding? O'tinib qolay acha. Sen nima desang men shuni qilay. Biroq Zulfiqarning menga bo'lgan ko'ngli bilan uni sinama. Sendan o'tinib qolay. Sen hech shuni o'ylayapsan. Bizning mush kunga qilishimizga, mening mushundoq bo'lib qilishimga zodi kim sababchi? Men ulardan bir-birlab qisos olaman. Dadasining qilmishiga balasi badal to'lasi bo'lmamdi-ku. Mening bu kunni saqlayotganimga qanchalik bo'lganligini bilamsan? Yo'q, unda qilma. Unda qilma acha. Meni bunday qiynama bo'lamdi. Sendan o'tinib qolay. Kilara, o'zingning qarzdor ekanligingni unutib qolma. Men sendan hech narsa talab qilib baxmadim. Şunu sen bu qatam mening gapimni yaxshi angla, ma'qulmi? Acham shundoq dedi. Mening uningga yolvorib, o'tinishimni qarqamadi. Men yana nima qila oldim? Acham Sardar dadamlarning dadangiz bilan yaqin o'tganligidan foydalanib, siz bilan to'y qilishni aytdi. Acamning bundoq o'yga kelganligidan dadam opam olamcha xush bo'lishgan edi. Chunki opam dadamizning qilganlarini bilmagachga, uni ayni vaqtda bizga yordam qilgan shafqatchi deb biladi. Chunki dadamni kepillikka olib chiqib bergan emasmi? Bu xushalliqdan Sardar dadam bilan dadangiz bu to'y bilan tang hamkorlashishni deb olamcha xushalliqqa to'ldi. Men nima qilarimni? Qaysini qilsam to'g'ri bo'ladiganligini bilmay gangrabli qoldim. Ajamsiz orqali dadangizni ayni vaqt qilganlarga pushaymon qilg'izmoqchi bo'lganligi menga ayon edi.
kelgan bo'lsam-mu, tehici ishlar shu o'z beti turibdi. Shuning bilan u yana Subat ismlik oilasi bor yiliq odamni tepib oldi. Uning bilan nima ishlarni qilganligini kim biladi deysiz? Men hozir uning ishlaridan bexabar. U meni o'ziga to'lab bo'g'ilib bo'lmaydigan qarzdor deb o'ylaydi. Men shundoq his qilaman. Shunglashqa men butun hissiyotimni yushirib, achamga bo'lgan ko'ngil qarzimni qaytarishim kerak. Chunki u degan mening bu dunyoda bir talik qarindishim. Agar dadangiz ayni vaqtda unda rezil ham iflos vosita qo'llanmagan bo'lsa, bu ishlar hargiz bundoq bo'lmagan. Dadammi bizni tashlab o'lib ketmagan. Acamı bundoq ko'p uvalchilikqa uchirmagan. Hammamiz baxtli bo'lgan bo'lardik. Lekin o'tgan ishlarga nima amal? Hozir acamning Subat degan odamdan bo'yida bo'lgan. Biroq meningcha u Subat degan toza yaxshi bir nima emas. Endi dadangizning oshnasiga kelsak, buni acam o'rinlashtirgan bo'lishi mumkin. Men aniq bir deyolmayman. Chunki ayni vaqtda acamning kichikli turib, barliqidan ayrilgan ishlarini apangiz butun mahalladagilarga oshkorlab, acamni hatto og'usiz qilayotgan. Bu oz kelgandek yana apamni erini o'ltirib, koni oshnasi bilan tepishib oldi deb tuhmat chaplagan. Bu ishlar uchun biz ayni vaqtda nurg'un o'ngsizliklarga yo'liqqan. Şoň açab, ötmüşdeki işler üçün ailenizdekilerden bir-birlep öşenmoqchi bolgan bolushi mumkin. Agar bugün bularni sizga deganligimni acham bilib qolsa, u meni cho'qim o'ltirib yetadi. Şoňlashqa bu ishlarga yana siz o'zingiz qarab bir ish qiling. Sulqa. Lekin aniq esingizda bo'lsin. Biz ikkimiz bir-birimizga bo'lgan muhabbatimizni ta hozirgacha unutmagan bo'lsakmi, ammo buningdan keyingi hayotimizda mangu bir yerga kelmaymiz. Balkim bizning peshonamizga shundoq bitilgan bo'lishi mumkin. Shunlashqa endi ko'rishib yurmayli. Yolg'on. Bularning hammasi yolg'on. Dadam apam qandoqmi bundoq ish qilsin? Sizlar dadam apamga qara chaplayapsizlar. Qarab turib ularga tuhmat qilyapsizlar. Dadam apam akamdan ayrilib qilib, bekli azoblangan. Ular herkesmi bir oilani bundoqla vayron qilmaydi. Sizlar nimga asosan mening dadam apamni bundoq deysizlar? Sizlarning ularni bundoq deydiganga qanday isbotinglar bor? Ya'ni kelib, men o'yin chiqma. Men o'qishdan qaytishdan burunla mening taqdirim bekitilib bo'lgandanga, bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Nimishqa? İşlar nimishqa bundoq bo'lib ketadi? Isbot dedingizmi? Agar bularni mening oldimda emas, achamning oldida desangiz, sizni liqli isbot bilan ko'mib etadi. Sulqa, rostlanib bekdotgansiz. Nimishqa qallingizni ishlatmaysiz? Agar mening deganlarim rost bo'lmasa, acam bekordan siz bilan to'y qilamda? Men necha yil bekorga azoblangan bo'lardim. Mayli ishining ishimi. Bu degan bir haqiqat. Bu degan rost bo'lgan ishlar. Dadangiz bilan apangizning sababini bizning ko'rgan kunlarimiz ozmi? Acamning degani to'g'ri. Ular bedel to'lash kerak. Biroq men bu ishlarni qilchimi bilmaydigan sizning bedel to'lashingizni xohlamsammi? Ammo sizga yordam qilolmayman. Chunki yana sizning dadangiz qilganlarga bedel to'lash kerak. Ajiba siz undoq qaramamsiz. Askili qilgan qaysi biri yaxshi kun ko'rib boqqan. Dadangiz yelimi faqat bedel to'lamadi. Yo'q.
Dadam unda qadam emas. Kilara, sizga pul kerakmi? Sizlarga pul kerakmi? Men beray. Qancha desanglar shuncha beray. Ochingizga dang. Men necha desa shuncha beray. Apamning yurak kesli bor. Ochingiz bu ishlarni to'xtatsin ma'qulmi? O'shingizni yig'ing Zulfiqar. Qallangizni silkiveting. Bu ishlarni endi to'sqilib bo'lmaydi. Chunki bu ishlar sababli eng ko'p badal to'lagani dal ocham. Uning qilganlarini kim xato deyalaydi? Umi bir siyaqlang'ich tursa. Acaba sizmi dadangizni deb nohaqchilik tarafda turmoqchimi? Kilara, menga yordam qiling. Siz qila olasiz. Menga deb bering. Men qanday qilishim kerak? O'tinib qolay Kilara. Ularni qonun bir taraf qilsin. Dadamni qonunga topshirib beraylik. Siz menga yordam qilib, bu ishlarni ularning oldida mush bo'yicha dang ma'qulmi? Sizga yordam qila oladigan birdan-bir odamning o'zim ekanligimni bilsam-mu, biroq men yordam qilishga amalsiz. Ajam tartqan. Ajamla emas. Bütün oilamizni, xushalligimizni, bizning borlig'imizni vayron qilgan bu nohaqchiliklarning bir javobi bo'lishi kerak, Zulfiqar. Keyingi qadamlaringizni o'zingiz qarab eling. U shundoq deb yig'lab ishib ketgan ko'zlarini mendan ep qochdi. Anglagan gaplarimning hammasi xuddi yuz bergan ishlardek. Bu ishlarni o'ylamaslikqa, bularni bilmagandek bo'lib olishga tirishgan bo'lsam-mu, nima amal bor? Ammo men dadam opamning yolg'iz o'g'li bo'lib sifatim bilan bu ishlarni to'sishim kerak. Men oilamni saqlab qilishim kerak. Filoraning tartgan jabbalariga xatlanganlikning badaliga u mening uyimda bolsin to'qsimi mayli. Hatto men uni mangu qadrlab o'tishga rozi. Biroq opam endi azriyasi ko'tarmaydi. Dadammi balkim mushundaqla tugishib ketishi mumkin. Dadamga ayni yili cho'qim birsi askil qilgan gap. Bo'lmasa nimishqa bundoq qiladi. Cho'qim bu ishlar Kilaraning degandek emas. Shunda xayol bilan Kilarani opirib qo'yib uyga keldim. Mehmonxonada dadam bilan opam Filora bilan yilqi suhbat bo'lgan. Ular kresloda qizg'in paranglashib o'tiribdi. Dadam meni ko'rib: "Oy, balam, bu yoq bizning shirkat bilan yangi hamkorlik o'rnatgan suhbat bo'ladi. Ishkinglarni tanishib qo'yinglar." "Bo'lmaydi dada, bo'lmaydi. Bundoq adabsizlik qilma. Suhbat bilan ko'rishib, tanishib qol. Uningdan yaxshi o'rgan bo'lamdi." Zulfiqar inem, qanday ahvoling? Men suhbat akang bo'laman. Buningdan keyin hamma ishingga men bor. Shunga nima ishing bo'lsa, tartinmay udul davajimi? Nimishqa bundoq qilsizlar? Sizlarning zodi nima maqsadinglar bor? Bizning yana nima maqsadimiz bo'lmoqchida? Tang pul tepib, hamma narsadan tang bahramimiz. Sen ko'p o'ylama. Ha, bolarim, qani choy ichgach paranglashaylik. Subat, ikkimiz teshig'i chiqib paranglashaylik. Qandoq? Men bu ishlardan hayron qoldim. Shuning bilan Subatni elib teshig'iga chiqib, uningga kuchab turib mushdan birini otdim. Sening zotda nima maqsading bor? Sen nima qilay deysan? Nima deb bizning shirkat bilan hamkorlashgan kelib qoldi? Qani ayta. Bunda qayajon ekanligingni rostla o'ylab boqmoqchi ekanman. O'g'il bola degan bir ish qilmoqchi bo'lsa, sovuqqan bo'g'liq. Bunda qilib sen hech nimaga erishamaysan. Aras, xotin boshqarishnimi seni yaxshi o'rgatib qo'yman. Ma'qulmi? Unutib qolg'ili tasqabdiman. Ata ishxona ko'chsan. Sening ishxonang menga jiddiy lazım. Sening bizning shirkatga kirishingga ruxsat yo'q. Men senga ruxsat qilmadim. Men uni yana bir mush urmoqchi bo'ldim. Biroq u qo'limni tutib olib turdi. Bundaq ichtarlik qilib ketma Zulfiqar.
hayot deganda-chu kang qo'saq bo'g'ining yaxshi. Ya bo'lmasa, men sana sen bilmaydigan boshqa ishlarni deb beray. Yetim muhabbet 18. qism. 2. bölüm. Oshkorlangan sir. 7. qism. Sana sen bilmaydigan yana ba'zi gaplarni deb bersam bo'lamdi, nima? Senmi anglashga taqozo deyman. Gaping bo'lsa, gitmay tezda. Sen bilan mo'ndishib o'ltirishga mening vaqtim yo'q. Amaliyotda men sana ozroq tarbiya qilmoqchi. Yaxshi anglabdi Zulfiqar. Hayot degan insonga faqat bir qitimli keladi. Dadam opam dardli yashamsan. O'zing yaxshi ko'rgan odamlaringni qancha qadrlasang, ular sendan shuncha yiroqlashadi. Shunglashqa o'zing uchun yashab qo'y. Buncha kuchab, buncha badal to'lab nima qilasan deyman. Vaqti kelganda sen hech kimning hech narsasi emas. Bildingmi? Avval o'zing uchun yashay olsang, ondan boshqalar uchun yashay olasan emasmi? Bu uyga buningdan keyin doim kelib turman. Ikkimizmi buningdan keyin ko'p uchrashamiz. Shunga menga bundaq nafratli ko'zing bilan qarama. U shundoq deb uyga kirib ketdi. Men turgan joyimdan xeyli uzun midirlayolmay turib qoldim. Nimishqa? Zada nimishqa bundaq bo'ladi? Ishlarning bundaq bo'lib ketishiga ajaba rostilla o'zim sababchimi? Men bekli charchadim. Ardim. Hayotda bir odamimning bo'lishini, uningga butun dardimni aytib, ichimni bo'shtirishni bekli orzu qildim. Men dadamning sachilkini yushirib avara. U o'zini boshqalarning oldida isbotlab avara. Men bu uyni qo'g'dab qilishning qo'ydi. Biroq dadam nemishqa bo'rini o'zi qo'tonga boshlab kirdigandi. Qancha ko'p o'ylasam, shuncha bek qanqirib qolaman. Men ishlarni o'ngshashga qancha kutsam, bu ishlar shuncha buzilib ketyotdi. Ajaba taqdir degan mushundoq bo'lamdigandi. Mana men eng yolg'izlik his qilyapman. Menmi inson emasmi? Meningmi charchaydigan vaqtlarim bo'lmamdi? Nima uchun shuncha tirishchilik ko'rsatib natijasiz qolaman? Gilamga qattiq bir narsa turib qolgandek. Burnim ochiq etishgandek bo'lib, ko'zimdan issiqqina yosh sirg'ib tushdi. Chunki men rostillabek amalsiz qoldim. Birisining yenimda menga qarab turganini men endi his qilgan edim. Oldimda nazokat turardi. Zulfiqar aka, nima bo'ldingiz? Nimishqa yig'ladingiz? Sizning amalsiz qilayotgan bir ishingizning borligini his qilib turibdimi? Nima qiyinchiligingiz bor? Nimishqa bundoq o'zingizni tashlab etasiz? Nima gap bo'lsa menga deng. Men sizga cho'ng yordam qilamasam-mu? Biroq tasalli bera olmayman. İçiniz bo'shab qoladi emasmi? Bundoq qilsangiz, mening yuragim bekli og'riydi ekan. Yo'qay, hech yo'q nazokat. Ko'p o'ylama olmoqsinglar. Men nima ish bo'lsang deyman. Mening ko'zimga boyan bir narsa kirib ketgan. Shuningmikin, boshqa ish yo'q. Men uningga shundoq deb qo'yib, yotoq uyimga kirdim. Ammo qandoqmi uxlag'ili bo'lsin. Filora xuddi mening kirganimni sezmagandek yotibdi. Uningga qarg'immi yo'q. Biroq yana bir tarafdan uningga yestashliqmi qilaman. Men krisloning ustida chiroqni yondirmayli yotdim. Ham yana xayollar dengiziga g'arq bo'ldim. Dadam nemishqa bu subat bilan hamkorlashgandi. Ular qandoq tunishdigandi? Ya bo'lmasa, bu Filoraning o'rlashtirishimdi ya. Men dadamga aytdi ahvolni aniq tushuntirib, uning bilan hamkorlashmaslikni aytsam, dadam mening bu fikrimga qo'shiladi. Dadam menga ishonami? Yo'q. Dadamning bu tarsa mijozida
Onunğa işlarni aynan desam, u herkesmi tushunmaydi. Yana kelib, dadamga men Floraning qo'rsiqidagi Subatning bolasi edimdi. Bunda qisam ish texmi yo'nib ketmamdi. Men yana Subatning o'zi bilan paranglashib boqaymoya. Uning butun sepchiligini, ayolidan yo'shirin oshin tutganligini desam, u buni tahdid deb o'zligidan yiroq turishi mumkin. Shunday qilay. Men uning o'zi bilan paranglashay. Men shunday o'ylar bilan uxlab qopdiman. Uyg'onib Subatga telefon qildim. Yana kelib, Floraning telefonini qildim. Umo telefonni tezla oldi. Men uningga: "Qanaqa ahvoling Subat? Ikkimiz bir ko'rishsak bo'pti ekan. Yaxshiroq bir paranglashib baqsaq qandaq?" Ma'qul. Chatoq yo'q eni. Seni shirkatning yanidagi qahvaxonada saqlayman. Tezroq kel ha. Yana qiladigan boshqa ishlarim bor emasmi? Men shundoq deb tuzuk tayyorlikmi qilmayla u tarafga mondim. Uning yeniga bag'uchi deydigan gaplarimni radga tizibmi ulgurdim. Chunki endi xatolatsam bo'lmaydi. Men qahvaxonaning oldiga kelsam, u mendan burun kelib bo'pti. Ay Zulfiqar. Akşam atqan bir müşün üçün pişayman qilib, mendan kechirim so'ramoqchi bo'lsang, seni kechiryaptim. Boshqa gap bo'lsa, biz paranglashsak bo'ladi. Men sendan kechirim so'rashni o'ylab boqmadim. Biroq sendan so'raydigan savolim bor. Astoydilroq bo'lishingni umid qilaman. Bundaqda chatoq yo'q. Sen pishayman qildigan ishlar texi oldingda. Qani, vaqtimni olmay, tez gapingni qil. Sen meni qachondan boshlab taniysan? Nemish mening atrofimdagi hamma kishining sen bilan aloqasi bo'ladi. Sen zoda nemish qilmoqchi? Rost gapni anglag'ing bor deyman. Amsa men bu deb beray. Baribir yo'shirdigan hech qanday ish qilmadi. Sen tug'ilishingdilla men seni taniyman. Qandoq taniysan? Sen meni tug'ilishimdilla tanamsan? Meni qandoq taniysan? Bak qiziqamsan? Hamma ishlarni cho'qim bilaman deb turmayman. Ba'zi ishlarni bilginingdan yanada bilmay o'tib ketganing yaxshiroq. Sen bilishga tegishli ishlar bo'lsa, sen bunda kirishib olmasangmi, o'zligingdan bilib qolasan. Ma'qulmi? Gapimni angla, ziyon tortmaysan. Menga tarbiya qilishingdan faqatla hojat yo'q. Men nimani qilish kerak, nimani qilmaslik kerak sendan obdan bilaman. Degina, sen meni zoda qandoq tunaysan? Bundaq deb turmasang, menda amal yo'q. Undaqda obdan angla. Sen qo'g'dayotgan oila sening oilang emas. Ularmi sening o'z ota-onang emas. Men degan sening o'z dadangning raqobatchisi edim. Bichara ota-onang seni ko'p izlab topolmagandan keyin izlashdan voz kechib, qatnash vaqasida tangli o'lib ketdi. U bicharalarga ichim og'riydi. Sen kalva mendan bularni qandoq bildiganligimni so'ramoqchi deyman. Men sana obdan deb beray. Yaxshi angla. Dadam bilan opang to'y qilib vaqt o'tkicha balliq bo'lanmidi. Keyin akang tug'ilgan bo'lsa-mu, biroq tini bekla ojiz bo'lg'achqa ota-onang yana bola boqib olmoqchi bo'ldi. Bu vaqtda sening opang qo'shkizak tug'di. U singlingni o'zi biqib, seni eng yaqin do'sti, ya'ni hozirgi opangga berib etdi. Opangdan og'rinma. U vaqtlardagi opangning iqtisodidan ikki bolani biqib cho'ng qilolmaydi. Chunki o'zidan ayni vaqtda opangni tashlab etib, boshqa biri bilan tepishib olgan edi. Sening ta'liyang tug'ilishingdan qochgan. Sen ming bir jaboda bolliq bo'lgan hozirgi ota-onangning bir talla o'g'lining o'limiga sababchi bo'ldi. Ishlarning bundoq bo'lib ketishi yanada nafsoniyatchi dadangning sababidan bo'ldi. Biroq opang sana bekla amroq. Chunki u do'stiga seni o'z o'g'lidek ko'rdiganligini aytib va'da bergan. Menga yolg'on so'zlayapsan. Yolg'on so'zildim. Bu mumkin emas. Hey, mening yana boshqa ishim bor. Men qaytqach turay. Sana nasihatim bo'lib qolsin. Endi senmi xalq uchun badal to'lamay, o'zing uchun yasha. Men endi teximni gangrab qoldim. Nima qilarimni bilmadim.
xuddi bir zulmat ichiga kirib qolgandek his qilmoqda edi. Mening o'z ota-onam kim? Hozirgi dadam bilan opam zodi kim? Bu suhbatning gapiga asosanla men mushundoq tizimlashtirsam qanday bo'ladi? Mening bu dunyoda faqat bir dadam opam bor. Bu mumkin emas. Men bir kun xiyol surdim. Davomli yashashim mukammadi. Hatto o'libli hamma ishdan qutulishni o'yladim. Biroq men bir erkish tursam, bunchalik ishlar nimidi. Men cho'qim har qanday badalga qaramay, cho'ng bo'lgan bu oilamni saqlab qolishim kerak. Shunda xayollar bilan bir kunni o'tkazib, kech bo'lganda uyga keldim. Opam bilan paranglashib, uningdan ba'zi ishlarni so'rmoqchi edim. Eshikning oldiga kelib, uydagi jidallar qulqimga kirib qoldi. To'g'ri. Bu opamning yig'lagan, dadamning bir narsalarni chaqqan ovozi. Men darhol eshikni ochib uyga kirdim. Endi keldingmi? Bugun nima deb shirkatga bormaysan? Hamma yarmas. Hech qaysingning qo'ldan ish kelmaydi. Qarab turmay ko'zimda yo'qol. To'g'ri, men yo'qolishim kerak. Ilm sizlarga bek ig'rimni silvatdim qo'dayman. Men yo'qolishim kerak edi, shundaqmi? Men hozirla yo'qolsam bo'ladi. Biroq opamni nimishga urdim, ha? Men sana qilgan ishlarim uchun hisob berishim kerakmidi? Sen meni so'roq qilishga kichiklik qilasan, bolam. Qilgan eskiliklarni, qilgan paskas ishlaringni o'zingdan boshqa hech kim bilmaydi deb o'ylamsan? Dada, bu dunyoda oshkorlanmaydigan sir yo'q, esingda bo'lsin. Nemisatchilik. Yana nemish bo'ldi? Ha? Zodi nemish bo'ldi? Sulqar. Nemishqa meni aldaysan? Filoraning qo'rsiqidagi sening bolang emaskan. Men bugun uning boshqa bir er bilan qilishgan gaplarini anglab qoldim. Gerçi u erning chiroyini aniq ko'rmagan bo'lsam-mu, biroq Filorani aniq ko'rib qoldim. Nemishqa hamma dardni o'zingga tortaman deb turib olasan, jonim bolam. Shundoq. To'g'ri, mening bolam emas. Biroq mening uyimda tug'ishiga men ruxsat qildim. Shundoq bo'lsa nima bo'pti? Mening ishimga aralashmanglar. Apa, shundaqmi? Siz meningkini xato desangiz, bu suratlarni nima deysiz? Odam degancha boshqalardagi xatolikni ko'rmasdan o'zidaginimi ko'rish kerak. Siz ishongan, barligingizni atagan qatorlik odamning bu ishlarini endi nima deysiz? Filora, biz va'dalashgan. Bularni nimishqa opamga ko'rsatsiz? Acaba demaskim kerakmidi? Bularning hammasi rost tursa. Dadasi, bu suratlardagi rostlisizmi? Nemishqa menga bunday qilasiz? Qayraganda bu nemisatchiliklar hamdi. Qani danga, nemishqa bunday qishlarni qilib yurdingiz? Men sizdan ajrashaman. Bo'ldi, bu oilani tutmabdiman. Ondaqda ajrash. Nimaga vaqiraysan? Ajrashsang-chi, texi yaxshi. Dada, bu sening nimdiginam? Nemishqa bunday qilasan? Nima qilibdiman, nima? Hamma ko'zimdan yo'qolash. Dadam shundoq deb turishiga opam hoshidan ketdi. Men nazokat. Singlim darhol jiddiy qutqizishga telefon qiling. Tez bo'ling. Jiddiy qutqizish mashinasi keldi. Bechora nazokat ishimizdan boshqalar buningga uncha jiddiylashmagandek qiladi. Doktorxonaga kelsak, doktorlar opamning mengsiga qon tushib ketganligini, qutqizib boqadiganligini, biroq ideyimizda tayyorlik bo'lishi kerakligini aytdi. Men endi dunyodagi yana bir yurak paramdan ayrilib qilish azobiga bardoshlik beramaydim. 2 soatlik operatsiyadan keyin doktor chiqib keldi. U menga operatsiyaning mag'lub bo'lganligini, opamning yana qanchalik yashaydiganligini, o'zining bilmaydiganligini, shunglashqa uningga yaxshi qarshimizni aytdi. Opam menga, "Balam, Sulqar, men sana onalik mehrimni beramadim. Meni kechir, balam. Men ona bo'lishga loyiq emaskanman. Meni kechir."
Sana nasihatim bo'p qolsin. Filoradan ajrashib ketdi. Canım apa. O'zing xohlagan turmushda yasha. Undaq dema apa. Bu joydan ket. Qancha Iroqqa ketsang, shuncha yaxshi. Dadangdan o'zingga mehr berishini kutma. Apa, qinamang degine. Men rastlı sizlarning o'z balanglar emasma. Men rastlı sizlar biqvag'imma. Apa, mening o'zimning o'z dadam apam zodi kim? Deb bera apa. Sen degan mangu mening balam. Akangning o'limidan keyin sana tuzukmi mehr beramaganimga bakla achchiqim keladi. Biroq sen mangu mening balam. Bunda qalaymiqan xiyol qilma. Men nazokatning nomida bir bank kartasi bijirib, shirkatning 20 jiqroq pulini onunğa yo'tkab qo'ydi. Bu ishni dadam bilmaydi. O bilib qapog'icha sen nazokatni elib bu yerdan ketdi. Nazokatni sana topshirdim bolam. Desmeyinla. Mushundaqla apangni tashlab ketamsan Zulfiqar. Bu bek rahimsizlik bo'lib qoldimi qandaq? Bunda qilish sening tabiatingga mos kelmay qoldi-ku deyman. Yetim muhabbet 19. qism 2. bölüm Aşkarlangan sır 8. qism Zulfiqar, bu qizning bek tosh yuraklik bo'lib qolamdi qandaq? Apangni bundaq tashlab ketish sening xarakteringga toza mos kelmaydi-ku deyman. Men sana ko'p qitim dedim. Bir ish qilishdan burun ko'proq o'ylan, kallangni ishiltib qarar chiqa. Sana pul kerakmi yoki apangmi? Bu sening nimdigina? Albatta apam kerak. Bu yerda sening nima ishing bor? Sen bu ishlarni qanday bilasan, ha? Qanday bilasan? Sening shirkiting allaqachon mening qo'limga o'tib bo'ldi. Buni texi bilmamsan. Hozir av qo'lingdagi kartadagi pul sening emas, balki mening. Shunga menga tava narsani sen tatqizib qo'ysam qanday bo'ladi deysan? Sen shuni deb qo'yay. Bu o'yinlarning oxirlashadigan vaqti bo'ldi. Dadam sana o'tib bermadi. Sen bilan faqat hamkorlashdik xolos. Unutib qolma Subat. Undaqda men dadangdan tartib oldim desam to'g'ri bo'lg'idek. Gapning saatini qilganda dadangdan bulib oldim desam to'g'ri bo'lg'idek. Qandaq? Buningga fikring yo'q-da? Bu sening nimdigina? Dadam hozir nada? Sen hozir dadang emas, apangga ko'ngil ber. Ko'zingizni oching, amma. Apa? Amma. Apa! Ko'zingni och. Ko'zingni och apa, meni bundaq tashlab ketma. Sendan o'tilib qolay jinim apa. Ko'zingni och. Mening sendan boshqa hech nimam yo'q jinim apa. Nemishqa meni bundaq tashlab ketsan apa, sendan o'tilib qolay. Apa, ko'zingni och. Ko'zingni och apa. Menga sen bo'lmasang bo'lmaydi. Men endi qanday qilaman? Hayotimda sen bo'lmasang, men endi qanday qilaman jinim apa? Men bo'lmagan bo'lsam, bu ishlarni bundaq bo'lmagan bo'ladi apa. Meni mangulik azobda qo'yma bo'lamdi. Jinim apa, meni bundaq tashlab ketmagin. Hammasiga men sababchi. Jinim apa, ko'zingni och. Bularning hammasiga sizlar sababchi. Subat degan hayvon. Men sana hamma narsamni beray. Apam dadamni endi men qo'yib ber bo'lamdi. Subat, hayvon. Bundaq desang qandaq bo'ladi Zulfiqar? Meni bakla rahimsiz qilyaptingmi qandaq? Sen
Bunda qilma, o'lib bo'lgan apangga urmay, tez berib dadangni qutqaz. Rost. Sağ deyishni unutib qolg'ili tas qopdiman. Flora bilan ajrashishingning hojati yo'q. Bo'ldi. Uni sana o'tinib berib etdim. Mening hozir eng qiziqadiganim bu kichik ishlar emas. Sening qo'lingdagi mavi kartaga men eng qiziqaman. Amma. Buni menga berib, ko'zimni yo'qar. Bizni bundoq tashlab ketma. Opammi ketdi. Endi sizmi kelsangiz men qanday qilaman? Siz bormisiz? Mening yashaganimning nima ahmiyati? Ko'zingizni oching amma. Men nimishqa hozirgacha sizning bunday kasalligingizning borligini bilmayman. Nazaket, dadam o belkim, dadammo. Zulfiqar aka, tez bo'ling. Siz tog'amning yoniga bering. Bu yerda men bor. Amamning yanida men bor. Tog'am sizga texmi muhtoj. Ma'qul, men hozir boray. Men hech nimaga qaramay uy tarafga qarab yugurdim. Kallam qop-quruq. Subatning degan gaplari kallamda bir-birlab o'tib meni sagitmoqda edi. U nemishqa Filorani mendan talashmaydigan bo'lib qolgandi. Ya bo'lmasa Filoraning balsi tushib ketganmidi ya? Subatning chiroyida shumliq yig'ib turardi. Men buningga bekmi hayron qolmagan edim. Ko'nglimning bir yerlarida uni bizning oilaning ishi ham Filoraning oilasining ishi bilan bir aloqasi bordek his qilardim. Biroq menda hech qanday isbot bo'lmasa, bu degan mening bir xiyolim tursa, qandaqmi uningdan gumon olmay. Biroq dadam bilan ikkisi bekla yaqin do'stlardan tursa, u hech bo'lmasa do'stlikning yuzini qilib, dadamga qora qo'lni sanmasa. Men shu xiyollar bilan uyga kelsam, uyda Filora bor ekan. U zaldila hushidan ketibdi. Pol liqliq qanlog'i milangan holda turardi. Men buni ko'rib, darhol uning yiniga bordimda Kilaraga telefon urdim. Vay, Zulfiqar, endi aloqalashmasligimizni degan edi. Unutib qolgan o'xshamamsiz. Men endi sizning har qanday savollaringizga Yo'q, Kilara, yo'q. Filoraning yiniga kelishingiz kerak. U bizning uyimizda, uning ahvoli yaxshi emas. Men qarab bo'lmayman. Nima? Achamga nima ish bo'ldi? Uning zoti nima ish bo'ldi? Uni nima qildingiz? Men sizni menga kechirmayman, Zulfiqar. Voy, sizga tushuntiradigan vaqtim yo'q. Darhol bizning uyga keling. Men jiddiy qutqizishga telefon urib qo'ydim. Shundoq deb telefonni qo'yib etdim. Dadam nerede? Nemishqa Subat dadamni qutqaz deydi. U dadamni zada nima qildi? Mening beshimga yana nima ishlar keladi? Taqdir nimancha rahimsizligim yo'q. Shu topning o'zida insonlar nimancha rahimsizlar degim keladi. İnsanlarning qarniyatligiga ichinaman. Ularning yuzsizligiga qoyilman. Men hayotdan ranjimayman. Hayotimni qilaymiqan qilganlardan ranjiyman. Shu xiyollar bilan men shirkatga keldim. Kechimo tang atayli dedi. Biroq shirkatdan bir odam ishdan tushmabdi. Bizni binoga o't ketibdi. Ularning hammasi meni ko'rib, menga tashvishli qaradi. O't o'chirish xodimlari o't o'chirib o'tadi. Men ulardan dadamni so'rashga boshladim. Biroq hammasi sukut qildi. Demak dadam ichida. Men dadamni qutqizish uchun o't ichiga qarab yugurdim. Biroq o't o'chirish xodimlari meni to'sib oldi. Ichiga kirgizmadi. Men endi taqdirning rahimsizligiga nafratlandim. O'zimning buncha ojizligiga bekla o'kindim. Oldimda yolqinjab kuyayotgan shu o'tlarga qarab, yuragimda kuyayotgan o'tlarning uningdan necha hassa ko'p ekanligini his qilyotdim. Men dadamni qutqizishim kerak. Opamni qutqizolmadim. Biroq
Biroq men dadamni cho'qim qutqizib qilishim kerak. Dadamni bo'lmasa, mening hayotimda yana kimim qoladi? Oilamni qo'g'dash uchun men nimalardan kechib, nima qiyinchiliklarga bardoshlik bermadim. Nima kunlarni ko'rib, nima ishlarga chidab turmadim. Apam meni tashlab ketdi. Endi men apamni ko'rolmayman. Biroq dadamning qanday qilgan xatoligi bo'lmasin, u degan mening dadam. Uni qutqizish mening majburiyatim. Dada! Dada! O'zingizni tuting. Meni dadam ichida. Dadamni qaytalar ko'rdinglar. Dadam qayda? Dadamni qutqizaman, o'tilib qolay. Shigirsiz bo'lmaydi. Meni kirgizaytan. Ma'qulmi, meni kirgizaytan bo'landi. Dadamni men qutqizmasam, uni hech kim qutqizolmaydi. Men uning bir talla o'g'li, o'tinib qolay. Meni kirgizaytan ma'qulmi? Ma'qul dana. Dada! Dada! Sen ichidimi, dada? Men shuncha nola qildim. Shuncha yalvordim, o'tindim. Biroq meni hech kim ichiga kirgizmadi. Bir obdan turgan shirkatga nimishqa o't ketdi? Nimishqa bundaq bo'ladi? Ha? Zada nimishqa o't ketdi? Ya bo'lmasa, buni Filora qilganmidi? Yo'q, mumkin emas. Uning bo'lishi mumkin emas. Filora qanga melinib yotgan tursa, qandaqsiga u bo'lsin? Undaqda zada nimishqa bikadinli o't ketdi? Zada nimishqa o't ketdi? Haras, subat. Cho'qim subat qilgan gap. Biroq hozir kimning qilishi muhim emas. Kimning qilganligini bilish texmi muhim emas. Eng muhim bo'lgani dadamni qutqizib chiqish, dadamni qutuldirish. Men dadamning hayot bo'lishini, kuyayotgan o'tning ichida dadamning bo'lmasligini bekli umid qildim. Dadamning ochiqlab turib, sen qachonmi cho'ng bo'lasan deyishini bekli umid qildim. Rostla men cho'ng bo'lmadim. Men texi cho'ng bo'lmadim. Men senin kutgan yeringdan chiqmadim, dada. Hayotning eng rahimsiz bir tarafı, sen kuchli bo'lishni orzu qilganda, seni eng ojiz, eng amalsiz o'ringa tushirib qo'yish bo'lishi mumkin. Men nimani bek orzu qilsam, shuni mendan tortib olish. Men qancha oldiga intilgan seri mening putlarimni shuncha tushab qo'yish. Ish qilib, men nimani bek xohlasam, shuni mendan tortib olish taqdirning o'yinimidi? Oldimda dadam bütün qon terini oqqizib, bütün ömrünü sarf qilib kelgan bu shirkati mana ko'z oldimda kuyayotdi. Endi u kul bo'lib ketdi. Bunga hech kim diqqat qilmaydi. Hech kim buni eslab yurmaydi. Hatto yillar o'tib, hech kim bundaq bir joyning bo'lganligini eslamaydi. To'g'ri. Biz bir-birlab mo'shinga o'xshash g'oyib bo'lamiz. G'oyib bo'lsaqlar, hech kim bizni eslab qo'ymaydi. Hatto xayolig'imni keltirmasligi mumkin. Bizning boshqalarga qoldirgan go'zal aslimlarimizmi aslanmaydi. Shundaqla g'oyib bo'lamiz. Biz yo'qolsak, hamma narsalar shuningga agishib yo'qolishga boshlaydi. Qancha tez yo'qolsa, shuncha tez unutiladi. Dadamning qon teri singan bu joymi mana mushundaq asta yo'qolyotdi. Endi yo'qolsa qayta aslanmaydi. Biroq dadam buningga qanday bardoshlik bersin? Hayotda biz nima uchun pul-mol dunyo uchun yashaymiz? Xuddi bizning xushalligimizni, manlik hayotimizning hammasini ulardan his qilgandek. Amaliyotda pul-mol dunyodan qimmatli narsalar bor. Pul-mol dunyoga biz vaqtimizni qancha ko'p beg'ishlagancha, uning bizga ep keldigini azroq qanoat bilan vaqtli xushallik bo'ladi xolos. Biroq vaqt o'tgan sari u bizni o'zining quli qilib oladi. Ko'nglimizdagi mehr muhabbatning o'rnini shaxsiyatchilik, oilamizga, bolalarimizga, qon qarindosh, do'st yoralarimizga chiqaradigan vaqtni aldirachchilik, qanoatning o'rnini ochko'zlik. Yaqinlarimizning oldidagi kibrlik bilan u bizni eng yaqinlarimizdan, hayotning eng ma'noli minutlaridan ayirib yolg'izlik, tushkunlik o'tanglarga akilib qo'ydi.
hayotimizning eng oxirgi nuqtasiga kelganda buni his qilamiz. Biroq biz allaqachon kechikkan bo'lamiz. Mana dadamga o'xshash bir umrini sarf qilib yiqqan butun dunyolar sababli halok bo'lganlarmi oz emas. Men bularni o'ylab, ko'z oldimdagi ko'rinishga qarab, o'zimning hayotining naqadar ma'nosiz ekanligini his qilyotdim. Tang suzilib, quyosh chiqishining oldidagi shafaq taraf qizirishga boshladi. Yo'riqlik bilan tang o'tni o'chirildi. Umid balkim parlab chiqqan quyoshda bo'lsa kerak. Dadamning butun kuyib kulga aylangan bu shirkatining ichidan bir o't o'chirish xodimining ovozi anglandi. U dal mening umidimni varqirab turib jakarlayotdi. Bu yerda hayot qolganlar borkan, bu apandimning tig'i yurak so'qi etibdi. U hayotgan. Ular dadamni karvatga ko'tarib, men tarafga ilkilyotdi. Men azaldan dadamga bundoq tafsili qarab boqmabdi ekanman. Dadamning qaddi qomatli gavdasi xuddi men yo'lindigan taqqa o'xshash qomatli. Uning chiroyidan qat'iylik yig'ib turadigan holatidan uning o'g'li bola degan keskin bo'ladigan degan gaplari yodimga yetdi. Men dadamning oldiga qarab yugurdim. Bu mening dadam. Mening dadamkan. Dadam hayotmikan? Dada, ko'zingni och. Ko'zingni och dada. Dadam men qara, o'tinib qolay. Men xato qildim. Seni dilingga azor berdim. Dada, ko'zingni ochsang-chi. O'tinib qolay, ko'zingni och dada. Apandim, dadingizni jiddiy qutqizishimiz kerak. Dada, ko'zingni och dada. Dada, men sening yoningdalar. Nim qiyinchilik bo'lsa ikkimiz tang hal qilamiz. Men cho'qim seni kutgan yeringdan chiqaman dada. Chidab tur. Qaysar bo'l dada. Men sana muhtoj dada. Biz dadamni doktorxonaga olib keldik. Uni jiddiy qutqizish uyining ichiga olib kirib ketdi. Opam, to'g'ri. Opammi mushu doktorxonada edi. U qaysi daqda bo'g'aydi? Nazokat qanday qilgandi? Nazokat opamni zada qanday qilgandi? Men opam yotgan yotoqqa kirdim. Opam yo'q. Demak, nazokat uni ilib uyga olib ketgan gap. Men darhol jiddiy qutqizishning oldiga keldim. Mana 2 soat bo'ldi. Lekin bir doktormi chiqmadi. Mana mush vaqtning o'zida men birsin saqlayotganda, umidlarimning amalga eshishiga taqozo bo'lganda, vaqtning naqadar osti o'tadiganligini his qilib yetdim. Men dadamni qaytadan o'ylashga boshladim. Dadamning kulib turgan chiroyining siymosi ko'z oldimga kelishga boshladi. Mening dadamdan boshqa yana kim bor edi? Uningdan ayrilib qolsam bo'lmaydi. Chunki mening dadamdan boshqa hech narsam yo'q. Men jiddiylashib tursam, jiddiy qutqizish uyining eshigi ochildi. Siz bu bemorning bolasi bo'lamsiz? Shundoq doktor, men uning o'g'li. Uning ahvoli qandayroq? Dadangizning ahvoli faqatla yaxshi emas. Uning bir tarafi butun kuyib ketib qopti. Shuncha tirishchilik ko'rsatsak-mu, qutqizishga amalsiz qoldik. Kechiring. Yo'q, bo'lmaydi doktor. Dadamni cho'qim qutqizaylam. Uni qutqizolmasangiz bo'lmaydi. O'tinib qolay doktor. Dadamni qutqizaylam bo'lamdi. O'tinib qolay. Kechiring yigit, biz amalsiz qoldik. Dadangizning oxiratlik ishlariga tayyorlik qilib qo'ying. Dada! Yetim muhabbet 20. qism. Dada,
Gözünü aç dada. Bundan qilma, meni tashlab ketma dada. Apam mı ketdi? Sen mi ketdin? Mening yana kimim qoldi dada? Mening sizlardan boshqa hech nimam yo'q. Dada, mendeki oğlunu tashlab qo'yib ketamsan, ha? Mushundaqla arqa-arqadan ketamsizlar, ha? Dada! Dada, apa, meni tashlab ketmanglar. Taqdir. Ko'rsatgan butun tirishchanligim hech nimaga arzimasli bir ish bo'ldimi? Apamning azoblanmasligi uchun ayolimning oshnasidan bo'lgan bolasiga tatib oldim. Apamning azoblanmasligi uchun dadamning hamma ishlarini apamdan yoshirishga tirishdi. Dadamning mening oldimda xijil bo'lmasligi uchun uning nurg'un ishlarini ko'masga soldi. Hatto dadam bilan apamning mendan ranjimasligi uchun, ko'ngli og'rimasligi uchun o'zimning ota-onamning kimligini ulardan so'rashga petinolmadim. Bu qilganlarim oxirida nimaga hisob bo'ldi? Men shuncha ko'p ishlarni zodi kim uchun qildim? Mana mushundoq bir javobga erishish uchun shuncha kuchganmidim? Zodi nima uchun? Men endi nima qilishim kerak? Dada, apa, meni tashlab ketmanglar. Dadam bilan apamning qabrisini yonma-yon qo'ydim. Ularning o'limlik ishlarini xotirjam tugatdim. Butun kishilarning pichirlashib deyishayotgan gaplari qulqimga kirib turib-o'tdi. Men ulardan mangulik ayrildim. Hayotimning faqatli ma'nosi qolmagandek his qilmoqda edim. Butun xabar gazetlarda dadam apamning, yana texi kuyib kul bo'lgan shirkatning xabarlari bilan to'shqan edi. Bularning nurg'unlari yolg'on bo'lsa-mu, biroq mening ularga ko'ngil bo'lgudek mag'durim qolmadi. Hamma narsa yolg'on bo'lgan hayotda bunchalik ishlarning yolg'on bo'lishi hech gap emas. Ko'nglimning bir yerlarida hamma odamdan gumon qildigan bo'lib qolgan edi. Mana mushkullarda yenimda faqat nazokatli qolgan edi. Onundan boshqa ishongudek odamim yo'q edi. Menmi uning birdan bir yulanchiki bo'lib qolgan edi. Uningga ichim og'riydi. Umi kichikli turib dadisidan, keyin opisidan. Mana endi o'zining yulanchiki deb qaraydigan butun odamlardan ayrildi. Buningdan keyingi hayotimda biz bir-birimizning tayanchi bo'lib yashaymiz. Hayotning ba'zida bakli uzundek, hamma ishlarni keyin yaxshi hal qila oladiganidek o'ylaydi ekanmiz. Amaliyotda hayot biz o'ylagandek uncha uzun bo'lmaydi ekan. Bir tiniqdan qasaqla ketib qoldi ekanmiz. Filoraning qandoq bo'lganligini, uning zodi hozir qandoqligini aniq bilgil bo'lmaydi. Uningga ko'ngil bo'lganmi yo'q. Uni o'ylashni xohlamaydi. Chunki u mening dadamni o'zining dadasining o'limiga sababchi deb o'ylaganiga o'xshash, menmi uni dadam bilan opamning o'limiga sababchi deb qaraydi. Telefonim tuyuqsiz sayrab qoldi. Menga telefon qilgan odam Kilara edi. Uning nemishqa menga telefon qilganligini bilmasam-mu, biroq Filora bilan ajrashadigan rasmiyatlarni o'taydigan vaqtning kelganligini bilib, uning telefonini oldi. Qanday ahvolingiz Kilara? Men yaxshi Zulfiqar, o'zingiz-chi, ahvolingiz qandaqroq? Bo'lgan ishlarning hammasini bildik. Siz uchun ko'nglimiz bekli yerim bo'ldi. Ko'nglimiz yerim bo'ldi? Nemishqa yerim bo'ldi? Xushalliqinglarda do'ppanglarni osmonga otqansizlar? Oxir qisasinglarni ep bo'ldinglar. Yoki texicha rozi bo'lmadinglarmi ya? Agar sizni Filora telefon urg'izgan bo'lsa, uningga yetkazib qo'ying. Uningdan ajrish rasmiyatlarini o'tab bo'ldim. Qo'l qo'yib mendan xatini olsin.
Əmdi peşimni ağırtıb meni izləvəmanglar. Açsınız işkinlarni, bunundan keyin qat'iy kögüm yo'q. Zulfiqar, nimalar desam ishonmaydiganligingizni bilaman. Biroq bugun ko'rishmasak bo'lmaydi. Achamning bo'yidan ajrab ketdi. Hatto acham bundan keyin bolalikmi bo'lamaydi ekan. Ammo dadangiz bilan opangiz ham dadamning ishlarining hammasiga kimning sababchi ekanligini sizga deb beramiz. Deb beramiz? Hozir bularni bilishning, bularni yana aniqlashning sizningcha ahamiyati bormi? Kilara, bo'ldi. Mening bu ishlarni qat'iy anlig'im yo'q. Yo'q, biz ko'rishimiz. Sizlar bilan ko'rishimiz. Biz hech bo'lmasa buning kimning qilganligini bilishimiz kerak. Kilara ko'rishadigan o'rinni deb telefonni qo'yibdi. Agar nazokatni menga o'xshash yolg'onlarning orasida yashagan bo'lsa, nazokatmi insonlarning qanchalik yolg'onchi ekanligini bilgan bo'lsa, buncha ko'p ishlarni bilaman deb turolmagan bo'lardi. Amaliyotda bizning bilganlarimiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p azoblanamiz. Men nazokatning nasihatlariga quloq solib, Filora ham Kilara bilan ko'rishishga keldim. Ular bizdan burun kelib bo'pti. Ularni ko'rib, men o'zimning ularni ayirganligimning sababini bilgandek bo'ldim. O'pmi o'xshash ikki qiz menga qarab o'ltiribdi. Ularning chiroyidagi tashvish. Pushaymondilla men qaysini Kilara, qaysini Filora ekanligini ayirgan edim. Dunyoda bunchalik o'xshaydigan odamning borligini mana hozir tunji qitim ko'rishim edi. Ular menga qarab uzun o'ltirgandan keyin Filora menga qarab: "Meni kechiring Zulfiqar, meni kechiring. Men pek ko'p xatolik o'tkazdim. Men qisos ilishni o'ylab, ishonishga tegishli bo'lmagan odamlarga ishilib qoldim. Sağlamışkanlarning sap muhabbatini o'z qo'lim bilan dafsanda qildim. Meni kechiring." Men sizni kechirgan, ham kechiratdim. Biroq siz opamni, mening opamni... Bo'ldi, naqdga kelaylik. Bu ishlarning yana davom qilishini, texmi ko'p odamning badal to'lashini men faqatla xohlamayman. Uzun gapning qisqasini qilay. Men Subat bilan 19 yosh vaqtimda tanishib qolgan. U menga nurg'un isbotlarni ko'rsatib, dadamga sizning dadangizning suyankashlik qilganligini aytdi. Men oldimda naqli isbot bo'lg'ashqa qisos ilishdan boshqani o'ylamaydigan bo'lib qoldim. Hozirgacha mangan butun yo'llarimni Subat menga bir-birlab sizib bergan. Bundaq deyish orqali o'zimni aqlamoqchi emasman. To'g'ri, mening qilgan xatoliklarim bekli ko'p. Ammo qaysi kuni u menga telefon qilib, opangizga o suratlarni ko'rsatishimni aytdi. Men ma'qul bo'ldim. Ishlarning bundaq bo'lib ketishini men o'ylamagan. Siz bilan nazokat opamni elib chiqib ketgandan keyin dadamga bir telefon kelib, uni chiqib ketdi. Uyda faqat Subat ikkimizla qoldik. Subat, endi qanday qilamiz? Agar Zulfiqarning opasi rostla mushundaqla o'lib ketib qolsa, men bu uyda endi tura olmayman. Bugun uning opasi emas, yana tatisimi o'ladi. Subat, buni qilsa qanday bo'ladi? Zulfiqar bardashlik bera oladi. Nima? Uni yaxshi ko'rib qolgan o'xshamabsiz. Acaba sizning amni qisasog'ingiz yo'qmi? Undoq emas, Subat. Biroq bundoq qilsak qanday bo'ladi? Eng yaxshisi men soqchilarga ma'lum qilaman. Bu ishlarni ular bir taraf qilsin. Buni qilsak bo'lmaydi. Dadasi bilan opasidan tangla ayrilib qolsa bo'lmaydi. Zulfiqarga helimi bekla uval bo'ldi. Men soqchilarga ma'lum qilaman. Bo'ldi. Men telefon qilaman. Buzoq. Telefonni kimga qilatdan? Ulardan avval sen o'lishing kerak. Chunki eng burun ko'zimda yo'qotmasam bo'lmaydigan odam dalsan. Nima? Nimishqa Subat? Nimishqa bundoq deysiz?
Mening qo'rsqimdagi ikkimizning bolasi. Unda qilma bulandı. Men sizni yaxshi ko'raman. Demişki men tangla ölüşüm gerek Subat. Sen o'zingni bakla aqlli chog'laytang emasmi? O'lish oldida bularni berib ol. Obdan angla. Ayni yili dadang bilan Zulfiqarning dadasi hamkorlashganda men amdilla 17 yoshga kirgan edim. Kichikimdan dadam opamning tarbiyasiga ko'nmagan men ko'p pul tepishni xiyol qilardim. Keyin men dadamning shirkatida ishildim. Uning degan yerdan chiqib ishonchga erishdim. Biroq dadam menga tuzuk maosh bergili unimadi. Keyin men dadamga meni bola qilib beqib olishni, Kilarani yaxshi ko'rganligimni aytdim. Biroq dadam meni bir tasdiqsilab, qizig'i mening mos kelmaydiganligimni dedi. Shu vaqtdan boshlabla kuchli odam bo'lishni, ko'p pul tepishni umid qildim. Dadam bilan Zulfiqarning dadasi hamkorlashganda men dadamning moliyasiga mas'ul edim. Keyin dadam do'tlik qilib Zulfiqarning dadasiga qarshi chiqdi. Men shu vaqtda dadamning ishining chataq ekanligini bilib, uning shirkatining nomida nurg'un qarzlarni elib kechib ketdim. Keyin bu qarzlarni senlar to'lab yetishibsan. Amaliyotda dadam bilan Zulfiqarning dadasi yaqin do'stlardan edi. Ammo men bunchalik pul bilan ko'p ish qilolmaydiganligimni, ham sening yilqi ishlaringni anglab, qalbingga qisos ilish o'tini yoqdim. Sen qasdan yiqillashding. Sen o'tlikingda men oshiq bo'lding. Nima desam ikkilanmayli ishonding. Chunki Zulfiqarning boyligiga erishsamla, hamma odam menga havas qiladi. Necha kun avval Zulfiqarning opasi shirkatdagi barliq pullarni o'zining nomiga yo'tkadi. Endi seningmi keraking qolmadi. Chunki kartini olsamda bo'ladi. Biroq Zulfiqarning dadasining menga putlashmasligi uchun men uning shirkatga berishini planlab, ishlarni o'rinlashtirib qo'ydim. Uning ichidagi men bilan hamkorlashgan butun isbot ko'yib kul bo'lsalar, bundan keyin hamma odam bu ishlarni seni qildi deb sendilla gumonlanadi. Men bu joydan ketib, hayotimni xotirjam davom qilaman. Shunga Flora, o'zingni pek aqlli chaqlab ketma. Buningdan keyin hamma odam sana nafrat ko'zi bilan qaraydi. Oh hayvon! İflas! Odam emas! Menga nimishqa bunday qilasan? Nimishqa? Mening muhabbatimdan, mening hissiyotimdan nimishqa bunday foydalanasan? Men seni o'ldirib yetaman. Men seni o'ldirib yetaman. Ko'zimni yo'qol. Mana sana. Nimishqa? O nimishqa bunday qiladi? Uni qonunga topshirib berishimiz kerak. O bu qilganlarning jazosini tortish kerak. Bizda isbot bo'lmasa qanday topshirib beramiz? Menda isbot bor Zulfiqar. Men hozirgacha Subatning menga degan gaplarni ovozga elib kelgan. Yiliq kundagi gaplarni ovozga elib olgan. Buni endi sizga beray. Sizga buni foydasi tegishini bekla umid qilaman. Shunday qilib, men Filora bergan undiskisini elib, Filora, Kilara ham nazokatlar bilan sochxonaga qarab mondim. Men binodan chiqib, mashinamning oldiga mag'ucha nurg'un xayollar dengiziga g'arq bo'ldim. Mening bu beshimga kelgan kunlar mening ta'tir-peshonligim tupaydimi? Nimishqa men yaxshi ko'rgan insonlar, yaxshi ko'rgan narsalarimdan ayrilib qolaman. Oldi bilan akamdan ayrildim. Akamning o'limiga sababchi bo'ldim. Ondan tunji so'ygunim Zuhra, yo'q, hozirgi Kilaradan ayrildim. Apam dadamning to'y qil deb so'rlishi bilan ularning topgan odami, ya'ni hozirgi xotinim Filora bilan to'y qildi. Gerçi onu yaxshi ko'rdigan yoki ko'rmaydiganligimni aniq bilmasam-mo, biroq uningga ishondim. Uningga muhabbat beg'ishlashga tirishdim. Men azaldan his qilmagan muhabbatning qilib qolgan qup-quruq o'rnini balkim Filora orqali to'ldirib, menmi muhabbatlik,
muhabbatga to'yinib yashab boqay. Meningmi bir baxtli oilam bo'lsin deb shuncha orzu qildim. Ammo ming afsus. Men ishongan. Men sadoqatini kutgan. Mehrlik, muhabbatlik bir qalb istagan odamim osi, ishonchsiz, iligar. Qalbi o'ch ilish bilan qisos o'ti bilan to'shib ketgan biri bo'lib chiqdi. Acaba bularning hammasi mening xatoligimmi? Yani kelib bular yetmagandek bir donam opamdan ayrilib qoldim. Orqadan dadamdan ayrildim. Men nemishqa shuncha sho'rpishondurman a? Men nima degan bitalay? Bu dunyoga yolg'iz kelib, yolg'iz ketadiganimga endi ishondim. Men asli tug'ilmasligim kerak ekan. O'zimning o'z opammi nemishqa meni tug'ib o'zi boqmaydi. Balkim ularmi meni shumliq epkiladi deb tashlab etgan bo'lsa kerak. Men bu umrimda yashab shuni his qildimki, hayotning biz xohlasakmi, xohlamasakmi yuz beradigan bir qismi bor ekan. Uning ismi taqdir. Qo'llarni ching tutmoq uchun, ko'zlarga mehrlik beqish uchun, bag'riga ching besish uchun, sen so'yganlarni so'ymak uchun, ular tarafda turmoq uchun. Bularning hammasiga muhabbat ketadi ekan. Lekin men ularning hech qaysisiga erishaolmadim. Bu mening yetim bo'lib qolganligimdan bo'lsa kerak. Men yetim bo'lsam, nemishqa muhabbatmi yetim qoladi? Mayli do'stlik, mayli oila, mayli muhabbat bo'lsin, bulardan men hech nima ko'rmadim. Oxirda yana yolg'iz qoldim. Acaba bular men tortishga tegishli jazommi? Kallamda shu xayollar chaqmoq tezligida o'tib o'tadi. Men xuddi bayamdan beri orqamda subat bada kes qilib, keynimga darhol qaradim. U yo'q turadi. Ko'nglimning bir yerlarida bu subat boshqa bir ishlarni planlab bo'g'icha murodiga yetkazmay, uni darhol qonunga topshirib berib, o'tkazgan xatoligini tuntish. Ham dadam opamning yana Filora bilan Kilaraning tatisiga qilganlarga pushaymon qilg'izish uchun bu ishlarni tez bartaraf qilishim kerak deganni o'ylab, qadamlarimni tezlatib, o'dulimda turgan mashinamga qarab yo'ldan o'tib o'tdim. Tuyuqsiz. Zulfiqar! Ehtiyot qiling! Ya! Zulfiqar! Zulfiqar aka! Uning bog'ini ko'zingizni oching, Zulfiqar! Sizga bir ish bo'lsa bo'lmaydi, ko'zingizni oching! Ko'zingizni oching, Zulfiqar! Qizlarim, qaysinglar bu bemorning tuqqini bo'lasizlar? Men uning ayoli. Qanday doktor? Hozir qandaqroq? Oldi bilan o'zingizni besib oling. Yenik nafas eling. Qat'iy g'uduqib ketmang qizim. O Doktor, nimaga tilingizni chaynaysiz? Tezdan azoda nima ish bo'ldi? Meni ichiga kirgizayting. Meni kirgizaytinglar. Doktor, gap qilsangiz-chi. Qizim, sizlar tezdan kirib bemor bilan xo'shlashib olinglar. Uning besh tashqa qattiq urilib, so'qilib ketgachga orqa miyasiga qon uyib qopdi. Ham qonmi ko'p chiqib ketgachga bizmi amal qilolmadik. Rostila kechiringlar. Bemorni oxirgi qitim ko'rib olinglar. Tez bo'linglar bolalarim, tez. Nemishqa? Sizlar doktor emasmi? Nemishqa uni qutqizmaysizlar? Qanidaga tog'a, o'tinib qolay. Zulfiqar akamni qutuldirib oling. Mening unudan boshqa hech nimam yo'q. O'tinib qolay, uni qutuldirib oling bularni. Kechiring qizim, kechiring. Qo'limizdan kelish tirishdi. Sizlardan o'tinib qolay. Rostilla kechiring qizim. Zulfiqar aka, yaningizda biz bor. Hargiz voz kechmang. Qaysar bo'ling. Ma'qulmi? Zulfiqar, meni kechiring.
Men sizga suyankish qildim. Hammaga men sababchi. Men o'zimni menga kechirmayman. Biroq siz kelsangiz bo'lmaydi, Zulfiqar. Kelsangiz bo'lmaydi. Filora, bo'ldi o'zingizni ayblamang. Balkim ketishim men uchun eng yaxshi tanlash bo'lishi mumkin. Bo'ldi, yig'lamang. Bo'lamdi. Yig'lamang. Mening peshonamga mushundoq putilgan o'xshaydi. Sizmi qaytadan yangi turmushingizni boshlang. Baxtli bo'lishingizni umid qilaman. Yo'q, Zulfiqar, undoq qilmang. Undoq deyman. Men sizga yuzkilanmayman. Nazokat singlim, umoq singlim. Men ketsam, men yo'q kunlarda o'zingni tashlab o'tmagan bo'lamdi. Tamqingni vaqtida davomli o'qib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirgan. Ondan yaxshi, sana ko'yinadigan, seni qadrlaydigan, seni suydigan, senmi ham suydigan birga yotliq bo'lgan. Bo'lamdi qo'zam. Yo'q. Aka, undoq demagan. Yo'q. Sen meni daha o'qitsan. Mening to'yimni sen qilib qo'yasan. Loyiqimni sen taxlab berasan. Meni tashlab ketsan bo'lmaydi, aka. G'ayratli bo'l. Bo'ldi, gap qilma. Sen chuqum saqayib ketasan. Yig'lama singlim, yig'lamag'in. Bo'lmasa men xafa qolaman Jumo. Kilara, siz bormi? Men bor. Zulfiqar, qani so'zla. Men sizning yoningizdaman. Kechiring. Men sizga bergan va'damda turolmadim. Yaqinqi mezgillarda sizga qo'pollik qilib qo'ydim. Meni kechiring. Men faqat sizga kechiringlar deyalayman. Mening vaqtim oz qoldi. Nazokatni sizga topshirdim. Uningga yaxshi qarab qo'ying bo'lamdi. Uni singlingizdek ko'rib muomala qilishingizni umid qilaman. U bek o'yinchi. Boshquramisangiz ancha-muncha adablab qo'ying. Men sizni Zulfiqar, oldu sözleme. Doktor! Uxlab qolmag'in, o'tilib qolar. Ko'zini och. Toki mush karvatga chiqquncha ko'migan kunim qolmadi. Balkim hamma ishning oxirlashadigan payti yetib kelgan bo'lishi mumkin. Ko'z oldimda akamning siymasi ko'rinishga boshladi. U g'azabli ko'zlari bilan menga etilib keldi. Sen enim turib, mening o'limimga sababchi bo'lding. Seni qutqizaman deb, men mushundaq bo'lib qoldim. Seni o'ldirib etaman. Hammaga sen sababchi. Mening borlig'im, menga taalluq bo'lgan hamma narsamni sendan qaytarib olaman. Seni o'ldirib etaman. Aka, sen tixi hayotma. Men bu ishlarni qasddan qilmadim. Nafas ilishim qiyinlashib, ko'z oldimdagi chiroq nuri
asta o'chishga boshladi. Balkim bu mening oxirgi qitim yo'riqlikni ko'rishim bo'lishi mumkin. Xayr, men suygan, men yaxshi ko'rgan azizlarim. Appa, dada, meni saqlab turinglar. Men hozirla yininglarga boraman. Meni saqlanglar, Xatima. Zulfiqar ketdi. Mening muhabbatimni o'zi bilan birga elib ketdi. Texi boshlanmayla muhabbatimni mendan yo'lib elib ketdi. Qalbimni, yuragimni, armonlarimni hammasini elib, meni mangulik pushaymonda qo'yib ketib qoldi. Açam bu işlağa özünü sebepçi deb o'ylab, to'la yig'lab, to'la xiyol surib, tushkunlashib, xomush bo'lib qolayli deganda, achamni qadrlaydigan, achamni so'yadigan birsiga yotliq bo'ldi. Acammu yiroq yurtlarga ketib, qaytadan baxtli turmushini qurdi. Men Zulfiqarning vasiyati bo'yicha nazokatni o'qitib, yaxshi biri bilan to'yini qilib qo'ydim. Zulfiqarning oilasidan qolgan birdan bir odam nazokat bo'lg'ashqa, Zulfiqarning dadasining shirkatiga, oilasiga nazokat varislik qildi. Ham shirkatni qaytadan qurib, gullantirib, Zulfiqarning dadasining orzusini amalga oshirdi. Subat arqa-arqadan xatolik o'tkazib, Zulfiqarga acamning bergan isbotlarini yo'qotish uchun shuncha tirishchilik ko'rsatdi. Zulfiqarning qatnash hodisasini keltirib chiqargan bo'lsa-mu, arzusi amalga oshmay, qonunga topshirilib, muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi. Men acamning menga bergan haqiqiy dalil isbot va o'lnandisini elib, uni qonunga topshirib berib, dadamning, Zulfiqarning hem acamning to'lagan badallarini to'latkizdim. Men Zulfiqarga bo'lgan so'ygimni qalbimning cho'nqur qatiga qo'yib, yetim yesirlarni beqib olish o'rnidan birini echib, shu kichik sabiy o'maq balalar bilan bir umr mushiyada o'tishni, ularga ota-onaning mehrini chin qalbimdan his qildirishni tanlab, Zulfiqarga bo'lgan muhabbatdan, söygü hem sevgilişimni özüm bilen birlikte saqlab, yalğız, yakki yegane yaşashni qaror qildim. Uni a'bek sevg'inganda, faqat ikkimizda biladigan heliqi musikamni çalsamla, uni yenimda bordek his qilatdim. Onun menga xumolik ko'zlari bilan oxirgi qatim qarab, men sizni degan so'zining oxirini o'ylasamla, sizni yaxshi ko'raman deyishni o'ylab, diyemegandek his qilib, cho'nqur seg'inishning hijronida puchilnatdi. Tunji muhabbatimni bergan hayotda barliqim deb qaraydigan, ko'nglimning oq otliq shahzodasi eng oxirgi qatim bo'lsa-mu, meni so'yadiganligini diyemmayli bu dunyodan ketib qoldi. Hayot fasllar ara davom qilyotdi. Men bu yillarni seg'inish ilkida bir-birlab uzitib qo'yayotdim. Nurg'un kishilarning muhabbat hikoyasi davomlashyapti. Biroq mening muhabbat hikoyam texi meni saqlayapti. Fasllardan keyin bahor keladi deyishilgan. Biroq mening bahorim men ko'z yumganda kelishi mumkin.
Zulfiqarning illiq kulimsirab, menga qaragan oxirgi tabassumi bilan hayotimni davom qilyapman. Mening butun hayotimda birdan bir arzuyim Zulfiqarning yeniga tezroq ketish. Qo'llarimni tutib baxmagan, lavlarimga otashlik lavlarini tekkizib baxmagan. Ammo qalbimda cho'nqur muhabbatning hidini his qildirgan oshiqim. Oxirgi bir ratmi sizni so'yaman deyamayli ketib qolib, muhabbatdan mangulik yetib qoldi. Yetim muhabbat nomli ko'p qismliq ovozli asrimizning 20 qismini anglatdik. Tugidi.